soch to'kilishi vaqtida endomarinni ichilishining asosiy sababi o'zi soch to'kilishini eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu stress sababli soch to'kilishi. Stress vaqtida nima? Soch to'kiladi o'zi. Stress vaqtida ishlab chiqariladigan gormon kortizol oqsil ishlab chiqarilishini kamaytirib tashlaydi. Soch oqsildan iborat. Shu sababli soch qisman, ba'zida esa butunlay kal bo'lib qolishi mumkin odam stress sababli. Endi stressni ayrim odamlar zo'r o'tkazadi-da, qanaqadir katta bir muammolar bo'lsa ham yengil o'tkazib yuboradi. Ayrim odamlar kichkina muammoga ham shunaqangi katta qaraydi. Endi nima uchun? Qalqonsimon bez faoliyati sababli. Qalqonsimon bezi bizni tashqi muhitga moslashtirish asosiy vazifasi. Va agar o'sha bez yaxshi ishlamasa, siz istalgan stressli vaziyatda haddan tashqari jizzaki, asabiy bo'lib qolishingiz mumkin. Va mana shu bez faoliyati yaxshi bo'lishi uchun yod elementi kerak. Mana shu uchun endomarin ichiladi. Nafaqat soch to'kilishi, umuman agar qayergadir ko'chdingiz, qanaqadir yangi ishxonada ishlayapsiz, yangi mahalladasiz yoki yangi kelin bo'lib tushdingiz, u stress ko'p bo'ladi u yerga moslashishingiz kerak. Demak, qalqonsimon bezni tasavvur qilyapsiz, voja qilib ishlash kerak. Sizga yod elementi kerak bo'ladi. Shuni ichib to'ldirib qo'ymasangiz, bu kelinimiz juda bir jizzaki ekanki, yo jahldor ekanki, yoki uyquchi ekanki deydi odamlar. Bilmaydiki, aslida yotgan. Shu sababli agar yangi muhitga moslashishingiz kerak bo'lsa, sizlarga endomarinni tavsiya etaman. Tabiiy suv o'tlaridan qilingan, tarkibida juda ko'p miqdorda yod saqlaydi.